Assalomu alaykum barchaga. Xo'p, navbatdagi ishimiz Andijon viloyati Xo'jaobod tumaniga o'rnatib berdik. 1.5 lik raskalangan varianti. Bu pechkamiz orqa ko'rinishi. G'ishtlarimiz sho'plariga bir e'tibor berib qo'yasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab o'zimiz barcha mahsulotlarni olib borib o'rnatib beramiz. Bu pechkamiz o'sha oldi ko'rinishi, o't yoqadigan tomoni mana shu holatda bitirib berdik. Pechkamizning tag qismlari lis qo'yiladi, 1 sm bukib qo'yiladi, g'ishti burchagi sinib qolmasligi uchun. Tepalarida ham listlari bor.